Amerikani eng xavfli nuqtasida ketyapman akalar. Ya'ni kimlarga xavfli nuqta bu? Immigrantlarga, bizga o'xshagan. Bu joyi nomi mana El Paso. Ko'pchilik bu joyga kelgani qo'rqadi. Mana qora liniyani ko'ryapsizlarmi? O'sha qora liniya Meksika. Bitta pavorotga nito kirib qolsanglar, akalar, Meksikaga o'tib ketishinglar mumkin. Mana ko'rib turgan joylar o'sha mana uylar, mana tabiat, o'tlar, qumlar, turpoqlar hammasi Meksikaga kiradi. Iloji bo'lib qolsa hozir ko'rinsa men anu Trump bobomiz qurgan devorni ham sizlarga ko'rsataman. Ko'z qorachig'inglar bilan bahramand olasizlar. Ona akalar mana ko'ryapsizlarmi devorni? O'sha Amerikani chegarasi. Mana shu buyuk devordan hamma oshib o'tadi. Bu yoqqa Amerikaga keladiganlar. Ularning orasida lekin men yo'qman. Yo'q, rostdan gapiryapman men. Devorda o'tmaganman. Yo'q. Hozir meni ko'rib turganlar işte ko'proq menimcha meni taniydiganlar, meni в кавычках yaqinlarim shu adashib pavorotga kirib ketib qolsa edi, Meksikaga o'tib ketib qolsa edi, biz Amerikaga bora olmadik. Ya, tug'ildi-yu lo'be. Kerak, boshqa ichkariga. Shu Amerikaga bora olmadik, bu ham deport bo'lib ketsa, shu Sharxonda yursa, qiynalsa biz ham maza qilardik, taksistlik qilsa. Shularga javobim, O'zbekistonga borsa Amerikan pulini topaman, bloger bo'lib. Tur, harakat qil, ishla. Kim bir so'kinib yozadi. O'zi yashamasa kerak. Kim bir so'kinib yozadi. O'zi yashamasa kerak. Kim bir so'kinib yozadi. O'zi yashamasa kerak. Ham yondirib tashlayapsizlar. Aka 3-iPhone'ni qachon o'ynaymiz? Primoy efir yoqing u bu deyapsizlar. Akalar 3, 4, 5 hamma iPhone'ni kerak bo'lsa bir kunda o'ynaymiz. Sizlardan faollik kerak. Shu 81 ta men obuna bo'lgan akalarimiz bor, homiylar. Shularga obuna bo'linglar. Oxirgi videomga kommentariy yozinglar. Ozgina faollik ko'rsatinglar, bo'ldi. iPhone'larni o'ynab tashlaymiz. Bu soqol deydimi? Mana nima deydi? Soqolimi cho'chaqchasi yonboshga qarab qopti. To'g'rilab xullas bosib shu 81 ta homiylarga obuna bo'lib chiqsanglar bo'ldi akalar. Boshqa unaqa bir seriozniy shart yo'q. Istoriyaga qo'shinglar, prisidaniya qilinglar. Ko'zimni qobig'i bu telefonda yorug'iga bardosh bera olmayapti. Shuncha ko'zimni qisgan holatda sizlarga video qilaman akalar. Hammalarga rahmat. Meni kuzatib men bilan qolyap turganinglar uchun gapirib qo'yish kerak deb mana shu rahmat bu deb bo'lmasa menga qizig'idan bitta yashnamoylar. Rasa qitmir deyshadi nimagadir. Bo'ynimdagini monetka qo'yib oldim, ko'rinsin deb. O'zi moneta turishi kerak. Qani bismillah. Kelsam meni joyimga so'ramasdan yotibdi. Yotishini qaranglar, oyog'ini bezi kichkina ekan, polni mana tepa qismi cho'kib ketdi bechora. Titanic. Jack! Jack! Jack, where are you from? Jack, cho'kyapsan. To'g'ri cho'kyapsan, Jack. Xalqda gapi bor bilsanglar, ustingga bomba tushsa ham turmasang kerak deyshadi. Erkaklarda boshqacha gapi bor. Qanisi nemisan? Polvon sumkalari bilan kelibdi mana akalar, paxtaga chiqib ketyapti turganda, biz ham mana trakka chiqib ketyapmiz. Men ham bunaqa o'zimga yarasha trakovskiy formamni olganman. Polvonni kelgan mashinasini qaranglar, onasini ham. Nima ish qilasiz aka siz? Yurishlaringiz boshqacha. U meni kasbim-ku. Kasb o'g'risi Instagramni kamroq ko'rgan. Akalar biz trakka chiqib ketyapmiz. O'zi men bitta Instagram alohida sahifa ochib qo'ysam bo'lar-ekan. Mercedeslarga bag'ishlangan. Mana bitta, ikkinchisi, narada uchinchisi. Bitta ham bir BMW ham olib kelib qo'yib qo'yish kerak ekan. Nima deysizlar? Kommentariyada hozir zombilar urush boshlanadi. Mercedes zo'r BMW quluplarni bir marta bos, nima 50 marta bosasan knopkani. Eng qizig'i men qaranglar, manetta ham Mercedes turibdi akalar. O'zi mahallamiz Mercedes Nur mahallasi deb qo'ysak bo'lar-ekan. Ana videoga olganman, pampersda bo'qadish chiqqani, apelsin ishton bilan. Qizlar, men qurtop yeginglar kelsa, men spesial bunaqa xaltachalik kiyim olganman. Shunday qurtopni chiqarib bergani sizlar uchun. Olinglar. Tushib qoldi. Qurtop emas, u qurt. Biz Andijonda qurt deb ana odam o'lgandan keyin go'shiga bunday tushadigan oq narsalar bor, lichinkalar, ash narsaga aytiladi. Ammo yeydigan narsaga qurtop deyiladi. O'zimni bunaqa oq paypoqda nimagadir yomg'irda kiyamiz-da, bilasizlarmi? Yozda kiymaymiz. Kiyimlarimni va sumkalarimni yig'gan holatda mashinamni bu yerga tark etib, akalar
trakka chiqib ketyapman. Hali polvon mana trakkimni qizdirib turibdi. Bugundan endi sizlarga babuin trakti ichida ma'noli gaplar gapirib yuradi. Sog' bo'lyapti. O'zbekiston gulzor, ham shahri lolazor. Trak kirakan o'l. Mana hozir bundan oldingi istoriyada mollar haqida gapirdim. Juda ham ko'pchilik o'zi lichkamga yozyapti. Aka 100% qo'shilaman, to'ppa-to'g'ri plus belgisini tashlashyapti. Reklamani mana shu millionlab berasizlar har xil blogerlarga iltimos qilib odam chaqirish uchun. Realni mana shunday klientlar chiqsa, qaysidir bir musorni orqasini asab buzilib, bash klientni ham yo'qotyapsizlar. Akalar, zastroyishinglar, birinchi o'sha ichinglarda shu musorlarni tozalanglar, gaplashishni bilmaydigan. 100 dan birini ham topmaydi, biz topadigan pulda shu musorlar, lekin gaplash pizdez, o'zbekcha, panatkada. Sanimda tarbiyalab olinglar. Agar normal odam topa olmayotgan bo'lsanglar, meni tanishlarim bor. Rus tili, ingliz tili, muomala hamma yo'g'i bor. Qo'li ko'ksida turadigan bolalar bor. Unaqa musorlarni zastroyishinglar qo'ymanglar, unaqa tem bo'l unaqa baland zvaniyalarga. Qo'tag'imi kiridan ham past odamlar ular muomala qilishni bilmasa. Chalchamanglar.